Xo'p, shogirdim bilan bugun 3-marta tirarovka qilishimiz zalda. Birinchi, ikkinchi martasiga full body ishladik. Tanani hamma joyiga ishlab chiqdik. Tanani polni qizdirib oldik. Keyin oraga necha kun dam oldingiz? 2 kun, ha? 2 kun dam oldik, chunki tana og'riqlardan bir dam olish kerak edi. Bugun endi mana haftani kunlariga bo'lib polni bitta qismga ishlashni boshladik. Oyoq kuni bugun bizada birinchi mashqimiz yengil vesda qo'yib olib 30 tadan qaytarishga harakat qilamiz. 6 podxod ishlaymiz. Birinchi, ikkinchi podxodlarimiz yengil vesda 30 tadan qaytaramiz. Endi qarang, mana buni o'tirmayapman men. Tortib olib, shu любой zalga любой trenajyor bilan o'sha ushlaydigan portlar turgan joyi bo'ladi. Qarang, berilmayapti. Meni ketdim, shoshilmayapti. Sakizta. Endi mana buni Xo'p. Birinchi, ikkinchi podxod har doim yengil vesda 30 tadan qilamiz. Birinchi ishlayotgan qismimizda birinchi podxod bilan, birinchi mashqimiz nima desangiz, shuni qizdiramiz. Oyoq qon haydadi, tarasha bo'lib qoldi. Qotib qoldi. Endi ves bo'sh ketamiz, kuchimizdan yurib chiqadi. So'ng men o'zimni oldimga o'rninglarni bilaman. Tushundingizmi? O'zimni oldimga o'rninglarni bilaman. Lessan, shunga ketgan lessan tanlayman. O'shanga endi 12 ta qilaman. Tushundingizmi? Xo'p, radnoylar, ikkinchi mashqimiz oyoqqa Smith trenajyorida prisidaniya qilish. Birinchi podxod tosh qo'ymasdan 15-20 ta qaytarish bajarishga harakat qilamiz. Shtob qizib olish uchun. O'zingizga qulay bo'lish kerak hamma narsa, tushundingizmi? Oyoqlaringizni kengligi, xo'p, stoyka, bel, oyoq uchi bilan bitta ko'tarib olamiz, ha? Ko'p ham orqaga chiqib ketmang, ozgina ko'p orqaga chiqib ketgansiz. Mana shunday. Zo'r. Zo'r. Вообще zo'r. Ochamiz.
Nechta bo'lgan. Ya boyadan qo'ying. Oğlum ağzı istiyorsun aslında. Şunu üzerine ya. Yok, o neden şu an? Vay. Ne var? Bunu da alacağız. Radnoylar, 3-chi mashqimiz oyoq kuni. Mashqimizning nomi Bolgarskiy vypady. Bolgarcha o'ttirib turish degani. Xo'p, shogird birinchi marta qilishi umri bu mashqni birinchi marta qilishingiz, ha? No, yomon emas. Baribir oldin uyda shug'ullanib yurgan odam bilinadi. Professional mashqlarni bildiryapman. Har bitta oyoq 10 tadan qilamiz. Xo'p, joylashganimizcha, shu oyoqlar yelka kengligi. Kecha shakka ham ko'rsatildi. Bitta oyoq qaytguncha o'sha joyda o'zi qaytadi. Agar bu oyoq mana bu yoqqa kelib qolsa, o'sha noqulaylik bo'ladi bizga ishlashga. Ikkinchidan yana imенно ishlayotgan muskulimizga 100% nagruzka tushmaydi. Tushundingizmi? Oyoqning uzoqligi qancha joyga qo'yish kerak. Agar o'zingiz orientirni ola olmasangiz, o'ttirasizda, oyog'ingiz mana bunday qilasiz, tomoningiz borgan joydan orientirni olaverasiz. Mana bu oyog'imiz oldinga ekan, mana bunisi orqaga ekan. Xo'p, mashqdan buni to'g'ri emas, mana buni pastga tushirishimiz kerak. Mana.
Real oyoq nima qilmayapti? Yo'q. Bu 2-3 kundan beri shug'ullanishdan emas, bu mashqni zo'r effektivligidan bo'ladi. Tushunasizmi? Realni odam o'zi yo'qotgan, mashq qilayotgan. Ana shu tomon mashqni o'lchaymiz, aha. Joyida o'zi yo'qotgan, aha, oyoq uchchasi. Ana shuni qulay bo'lishi kerak. Ana shunday zo'r. Endi qarang. Mana bu qo'l yordam ber, ana shu qo'l yordam bersa bo'ladi. Ana shunday. Bu qo'l bilan balans ushlaymiz. Bo'ladi. Ana shuni o'zingizga zo'r holatni topib oling. Mana men sizga mashqlarni o'rgatyapman-ku. Bu mashqlarni ham menga 4-5 ta ustozim hammasi har xil o'rgatgan. Qilaveramiz ham eshitaveramiz. YouTube'dan har xil o'rganganman. O'zimga to'g'ri kelayotgan uslubini yasab olganman. Shunday men ham o'rgatayotgan mashqlarni siz ham boshqalar ham ko'rayotganlar ham именно shunday emas. O'ziga to'g'ri kelayotgan usulni taxlab oladi. Qo'lini joylashuvi, oyog'ini joylashuvi. No, mashq bir xil bajariladi. Yoqimli. Yoqimli. Mana endi bizlar davomida to'g'ri bo'ylab Yelim ko'pladi. Yavdan tayla oldim o'rtaga. Aha. Bitta pastdagi pozitsiyaga tushira olamiz. Narki tomonni ham ochish kerak. O'ng tomonni ham ochish kerak. Aha, ochish kerak. Tushiramiz. Endi yopamiz. Aha, endi tushiramiz. Oxiri tushiramiz endi. Bo'ladi, bitta tomon ishlaydi. Aha. Endi joylashamiz. Mana shunday ko'tni oxiriga tushirib, oyoq bilan ham tirab, belni to'g'rilab, oyoqlarning kengligi, tepa pastligi hammasi o'ziga qulaymi? Nechta qaytarasiz? 20 ta qaytarishim kerak deb boshlang. Ketdik Najim deydi-ku. Otam pir qo'llasing, sen Najim deydi-ku videoga. Najimning otasini pir qo'llasiniz. Zo'r. Zo'r. Xo'p, 4-mashqimiz bu. Yotib oyoq bilan ko'tarish deyiladi. 20 tadan 4 podxod ishlaymiz. Hammasi bir xil kuchimiz yetayotgan resda. Birinchi marta ishlayotgan bo'lsak, pastdan res qo'yib, qiynalayotgan resimizda to'xtaymiz. Qo'l bilan yordam bersa bo'ladi. 20 ta chiqdimi?